Meni kuzatuvchilarim, podpischiklarim uchun oldingi videoyimda ovoz yo'qolib qo'ygan. Shunda yana bir boshqa video olib turibman. Ana shu uchun sizlardan uzr so'rayman. Bu nastroykasini qilib bilmayapman. Ovoz bir o'chib, bir kelib, bir o'chib, bir kelib mana shunaqa bo'lib turgan ekan. Ana shu uchun hammalaringizdan uzr so'rayman. Ish ko'ramiz, ish karyeramiz uchun ko'ramiz. Qani nimalar kutmoqda bizni deb ko'ramiz. Like bergan, obuna bo'lganlar uchun shifoli chirim bo'lsin, xayrli bo'lsin, barakatli bo'lsin. Ko'ramiz. Ish, omad, baraka karyeramiz uchun ko'ramiz. Qanday holatda ekanmiz. Ish, omad, baraka uchun ko'ramiz. Nimaga ko'z yoshlar, siqilishlar bilan turibsizlar? Ishlagingiz kelmayapti shu kecha kunduzda. Qayergadir pul olishingiz kerak, qayerdandir pul berishingiz kerak, to'xtab qolgansiz. Ishingizda gap so'zlar, dedi g'iybat, tuhmat, mana shunaqalar bo'lib turibdi. Ish yo'llaringiz ozgina yopiq holatda turibdi. Ishga ketishni ham xohlab turibsizlar. Boshqa joyga ishga ketsammikan degan o'y xayollar bilan turibsizlar. Nohaqlik bo'libdi ishingizda, nohaqlik, adolatsizlik bo'lib turibdi. O'ta charchabsiz, bu problemalardan o'ta charchagansiz. Bu qilib qolgansiz, ko'p mas'uliyatni bo'yningizga olgansiz, ko'p ishlarni o'zingizga qilgansiz, buni ham qilaman, unisini ham qilaman deb juda ham bir bukilib qolgansiz deb turibdi bu yerda. Ishingizda ishlagansiz, pulingizni ola olmagansiz, qilib qolgansiz, bu nohaqlik deb turibsiz. Bir erkak kishi sizdan qandaydir xafa, ranjigan ko'rinib turibdi. Bir katta insondan pul olishingiz bor, pul olishingiz mumkin. Shu kecha kunduzlarda qo'lingizga pul kelishi bor. Kimdir pul berishi kerak, o'sha pulni olishingiz bor. Bir kasal inson yaqiningiz bo'lsa, uni borib ko'rishingizni aytib turibdilar. Bir ehson chiqarishingiz kerak ekan. Hozirgi vaqtda o'ylovda qolgansiz, hamma ishlaringiz to'xtab qolgan. Qayerga qo'lingiz tegsangiz o'sha ish o'xshamayapti. Bir boshiga yaxshi tuyuladi, keyin o'xshamayapti o'sha ishingiz. Mana shu uchun ham juda ham siqilib qolgansiz. Kimdir ishi bo'yicha davleniyasi ko'tarilyapti. Mana shunaqa holatlar, boshida og'riqlar bo'lib turibdi. Boshqa joyga ishga ketaman deganlar ozgina shoshilmanglar. Hali ozgina shoshilmanglar bu yerda deb turibdi. Kimdir xafa sizdan, ishdan xafa bo'lib turibdi, sizda ishdan qandaydir takliflar bo'ladi. Ishim nimaga o'xshamayapti, nimaga qo'limga pul yo'q, nimaga barakam yo'q deb turibsiz, o'zingiz ko'nglingiz sezib turibdi. Nimaligini o'zingiz ko'nglingiz sezib turibdi. Farishtalaringiz yuragingizda solib turibdi, ayollar. O'zingiz tushingiz toshna chiqadi. O'zi yuragingizga ayon bo'ladi, lekin baribir ikkilanasiz. Ikkilanishda turibsiz. Yaqin kunlarda esa yangiliklar, xabarlar, xursandchiliklar, oydinlama yashash, hozir chunki qorong'ulikda turibsiz, oydinlikka chiqish ehtimoli yuqori bo'lib turibdi. Bu yerda esa murodingizga yetishingiz, nimadir bir niyat qilgansiz, o'sha niyatga erishishingiz kutilmoqda. Kimdir yuqori lavozimga ega bo'lishi, stolga o'tirishi bor ekan, ular ham bo'ladi. Nimagadir ko'p boshlaringiz og'rib turibdi, xomush turibsiz, miyalaringiz chalg'ib ketib turibdi, chunki o'sha miya charchagan deb turibdi. Hali bu ish, hali u ish, hali bunisi, mana shunaqa bo'lib o'ta ham charchabsiz shu kecha kunduzlarda. Chunki uyqularingiz ham yaxshi emas, uyquni yaxshilab olishingiz kerak, shunda nerv asablaringiz tinchlanadi. Nerv asablar charchagan, pul, problema, ish, muammo, oila, ro'zg'or hammasidan charchagansiz. Birinchi navbatda uyquni yaxshilang, asabni tinchlantiring. Keyin bir ziyoratga chiqing, ishingizda ehson berishingiz kerak ekan, niyat qilgan bo'lishingiz mumkin, ehson berishingiz kerak ekan, kasal insonni borib ko'rishingiz kerak ekan. Juda ham siqilib qolgansiz bu kartani, ikkalasini qarang, ayollar ham, erkaklar ham shu holatda turibdi. Hozirgi vaqtda. Mana bu erkak, bunisi esa ayol, ko'ryapsizmi? Ikkalasi ham xomush holatda, siqilib qolgan, uyqusi yaxshi emas. Mana shunaqa bo'lib turibdi. Ikkita ham erkak, ham ayol. Xomush holatda turibsizlar. Turaversangizlar, oldinga qarab ketib bo'lmaydi.
Bu yerda mana qarang. Bu yerda esa ehson chiqaring deb turibdi. Ehson chiqargandan keyin ziyoratga chiqishingiz kerak ekan. Agar musofirchilikda yurgan bo'lsangiz, unda yaqin insonlaringiz bo'lishi bor. Ularga ozgina nars tashlab, ziyoratga siz uchun nars tashlab kelishlarini so'raysiz uzoqdagilar. Chunki ziyorat chiqib turibdi sizlarga, nars ko'taringlar deb turibdi. Bu yerda ishingizda gap so'z, g'aybat, tuhmat shunaqalar bo'lib turibdi. Bir ayol kishi shu ishni qilib turibdi, uzoqdan yana kuzatib turibdi. Qani shuni yiqitib bilamanmi, yo'qmi, shu ishdan ketadimi, yo'qmi deb uzoqdan kuzatib turibdi bu inson. Ishlayapsiz, kecha kunduz ishlab turibsiz, pulingizni ola olmayapsiz. Shu kecha kunduzda pulingizni ola olmayapsiz katta insondan. Siz ham o'zingiz ichingiz achib turibdiki, ishlayapman, kecha kunduz ishlab turibman, неужели pulimni ola olmayapman deb o'ylab turibsiz bu yerda. Bu yerda esa qamalib qolibsiz, uyga juda ham qamalib qolgansiz. Ish qilgingiz kelmayapti. Siqilib qolgansiz. Ishingizda yangiliklar, xabarlar kutilmaganda bo'lish ehtimoli bor. Sizda hozir o'ylanib turgan bir muammo bor ekan. Uy olish, uy remont qilish, uy solish bilan turibsiz yoki kvartira yoki hovli uy olishingiz, remont qilish, u yoqda qanday hayot bo'ladi yoki mana shu ish usta kirgizmoqchisiz uyingizda yoki uy kvartira olmoqchisiz yoki katta hovli olmoqchisiz. O'sha narsa bo'ladimi? Oxirigacha yetkazib bilamanmi? O'shani olib bilamanmi yoki o'shani bitkazib bilamanmi degan o'y xayollar bilan o'tiribsiz. Bu narsa bo'ladi sizda. U narsa juda ham bir barakali bilan bo'ladi. Uni olasiz. Ichida xursandchiliklar, hayot kechirishlar bo'ladi deb turibdi bu yerda. Boylik, barakaning kelishi bor. Karyerangizda juda ham bir ishtiyoq bilan kirishing, bunaqa eli-beli emas. Ishtiyoq bilan kirishingiz kerak. Chunki ish qilgilaringiz kelmayapti shu kecha kunduzlarda. Umuman qo'llaringiz ishga bormayapti. Boshda og'riq, yelkada og'riq, hech narsa qilmaslik, cho'zilib yotishlik. Lekin bu nima deb juda ham bir siqilib qolgansiz. Stress, asab, nervlar charchagan deb turibdi. Bu yerda esa ishdan ketgan bir inson bor ekan. Bu yerda esa bir ayol qizi bilan o'tiribdi. Bir ayol qizi bilan o'tiribdi. Bu qiz yoki o'g'il endi qo'lida bolasi bilan turibdi. Juda ham bir ishlari yopiq holatda turibdi. Ishini kutib turibdi. Bu yerda ishingizda ishingiz bir yaxshi, bir yomon, bir yaxshi bo'lgan taraflari hozirgi paytda erkaklar sizga yon atrofingizdagi insonlarga e'tibor bering. Ular ayoldan ham battar. Mana shunaqa. Sizda yana ishdan qandaydir takliflar bo'ladi, o'zgarishlar bo'ladi hayotingizda. Sizlar 3 kishi ish boshlagansizlar. 3 kishi ish boshlagansizlar, ishlaringiz yurishib ketadi oldinga qarab deb turibdi. Oldinga qarab ketishlar, siljishlar bo'ladi. Birozgina boshida og'irlik, boshida bir nima bo'lishi mumkin? Ish o'xshamasligi mumkin, lekin harakat qilsangizlar bu ishni oxiri bor deb turibdi. Qayergadir ishga ketmoqchisiz, boshqa joyga ishni almashtirmoqchisiz yoki boshqa joyga ketmoqchisiz, bir yo'l safariga otlanmoqchisiz. Bu bo'ladimi deb ko'raylik. Bunda esa harakat qilishingiz kerak ekan. Ozgina harakat qilishingiz kerak bu uchun. Boshqa joyga ishga ketishga ozgina shoshilmaslik kerak, lekin uzoq yo'lga safarga ketmoqchi bo'lsangiz, unga yo'l ochiq, borasizlar deb turibdi. Keyin kimdir pulini ola olmayotganlar bor ekan. Ishlagan pulini ola olmayotganlar. Ular pulini oladi. O'zlari ularda kattalaringizda bir qandaydir muammo bo'ladi. O'sha birovni nimasini haqqini bermaslik bu juda ham yomon. Mana shunda bir ular jazosini olgandan keyin pulni beradi deb turibdi. O'ta charchagansiz, shu kecha kunduzlarda siqilgansiz. O'zingizni ozgina ayrim erkaklar, ayollar o'ta ko'p ishlab turibsizlar, ko'p yukni, problemalarni bo'yningizga olgansizlar, charchagansizlar. Sog'ligingizga ozgina e'tiborliroq bo'ling. Ozgina dam olishga harakat qiling. Bir kun dam olishga harakat qiling, chunki o'ta ko'p mas'uliyatni bo'yningizda olgansiz, charchab qolgansiz, bellaringizda og'riq, yelkalaringizda og'riq, bosh og'riqlar, davleniyalar bor ekan.
adolatsizlik, nohaqliklar bo'lib turgan insonlar bor ekan. Ishladim, ishimga yarasha pulimni ola olmadim deganlar bor ekan. Yoki pul tikkansizlar birgalikda o'sha pulga nima bo'lmagan, adolat bo'lmagan deb turibdi. Lekin xafa bo'lmang ekan, xafa bo'lmang, g'oyibdan Allohdan u minusga kirganingiz yana plyusga qo'shilib ketaverar ekan. Mana shunaqa ishingizda yangiliklar, xabarlar, bir ishdan takliflar bo'lishi kutilmoqda. Bu yerda SMSlashuv, xabarlashuv bo'lishi mumkin karyerada. Karyerada finansiy taraflama juda ham siqilib qolgansizlar, tupikda qolgansizlar. Men aytganlarim mana shu, tahajjud namozlarini o'qing, zikrlaringizni aytib boring, ziyoratlarga chiqing. Shundagina nimangiz, ish yo'llaringiz ochilib ketadi deb turibdi. Mana bugun chorshanba, nima? Murodbaxsh kun. Mushkul kushod. Bugun mushkul kushodga sham yoqib, mushkul kushod o'qiting. Mushkullaringiz oson bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi, Xudo xohlasa, uyli-joyli bo'lasizlar. Kimdir mashina olaman deyotgan ekanlar, qora mashina olish niyatida ekan, o'shanga pul to'dalab turibdi, o'shanga ozgina puli yetmayotganlar bor ekan, o'sha ham bo'ladi, Xudo xohlasa. Kimdir safarga ketmoqchi, safari oson bo'lsin, safari yengil bo'lsin, yo'llari ochiq bo'lsin, ilohim. Keyin yon atrofingizdagi insonlarga hamma sirlaringizni, dardlaringizni to'kin dasturxon qilmang, ichingizda saqlang. Hozirgi vaqtda hech kimga ishonch qolmagan. Keyin ishim yaxshi emas, pulim yo'q deb siqilib, uyga qamalib, yig'lab o'tirmang. Energiyani kuchli qilib, ko'chaga chiqing, ishingizni davom ettiring. Ishingizni qiling, qo'lingizda ishingiz bor, lekin siqilib qolgansiz. Savdo, omad, barakalaringizda Allohim barakasini bersin, ilohim, savdolaringizda, ishlaringizda, hammasida barakalaringizni bersin, ilohim. Uy olaman deganlar uyli bo'ladi, joyli bo'ladi, vatanli bo'ladi, Xudo xohlasa. Bir dushman kishi, ayol kishi sizni kuzatib turib, dushmanchiligi bor. Lekin harakat qilsangiz, siz undan kuchlisiz, yutasiz. Ishimiz, karyeramiz uchun yana ayrim savollar bo'lsa, bu yerda chiqmagan bo'lsa, o'zlaringiz uchun отдельно ochtirasizlar. Dokument ishlari, sud ishlari borlar bor. Ular отдельно chiqishlaringiz mumkin munosabatlar uchun. Bilasizlar, bu yangi kanalim, buni ham qo'llab-quvvatlaysizlar. TikTok kanalim bor, unga ham kirib, obuna bo'lib, kuzatib borishlaringiz mumkin. Bu yangi kanalim, bilasizlar, necha yildan beri YouTube'da ish faoliyatimni olib borib turibman. Ko'p kishi meni taniydi. Ana shu uchun. Keyin meni nimamdan ham videolarimni olib, TikTokdan joylab ishlayotganlar bor. Shundan ham ehtiyot bo'lasizlar degan umiddaman. Birinchi голосовой ovozni eshitib, keyin pul tashlang. Bo'lmasa qilmang bu ishni. Ovozdan toniysizlar. голосовой qilib yoki shu ovozni eshitgandan keyin to'lov qiling, chunki ko'p hozir nimalar videolarimni olib TikTokdan o'zlariga joylashtirib, endi hammaniki ham qilib turibdilar, ko'rib turibman. Endi hammani insofini Allohim o'zi bersin. Shu uchun hammalaringizdan minnatdorman. Keyingi ochirimdan, Xudo xohlasa, kitobdan ochirim qilaman. Ko'p kishi yozgansizlar, kitobdan ochirim qiling deb, keyingi ochirimimda kitobdan ochirim qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.